Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Nissan Tiana mashinasi bo'ladi. Mashinamizning informatsiyasini aytib o'taman. 2009-yil 230 ming kilometr bosib o'tgan, 2.4 motor bilan jihozlangan. Motorning holati zo'r, korobkasi avtomat korobkasining holati zo'r. Hadovoy 90% zo'r, 10% mayda chudasi bor. Mashinamizda eng full komplektatsiya, ya'ni panorama tom, atamanka, abagrev, hamma narsasi bor. Narxini ham siz aytaman. Narxi 9000 AQSh dollar akalar. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Juda ham solidniy, bagati mashina Nissan Tiana. Mashinamizda eng full komplektatsiyada, ya'ni panorama tom, polni full. Sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz, keyin interyerini ko'ramiz. Interyeri ham juda ham zo'r. 2.5 ya'ni 2.4 motor V-obrazniy bo'ladi. Mashinamiz juda ham chiroyli, orqa optikalari takoy diodniy qilib qo'yilgan, juda ham skromniy. Sizlar bilan interyerini ko'ramiz. Multifunksionalniy rul, cruise control, Android mikrofon qo'yib qo'yilgan, klimat kontrol zonasi, changer 6 ta disk o'qiydi, avtomat korobka, stiklopodъемnikli, детский rejimli, do'xetapniy pamyat sidena, sidenalarimizda perforatsiya bor va kojinniy sidena, oldi sidenalarimizda abagrev ham, abduf ham bor. Oldi passajir sidenamizda atamankalargacha bor. Okalar, mashinamizda polni full. Narxi 9000 AQSh dollari. Nissan Tiana bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.